Mudofaa vazirligi qo'shinlariga shartnoma asosida harbiy xizmatga kirish uchun ariza berish tartibi. Buning uchun may.gov.uz bosh sahifasidan sinov tartibidagi xizmatlar bo'limiga o'tib, tegishli xizmatni tanlang va foydalanishni boshlang. Oferta shartlari bilan tanishib, quyida o'zingiz va yaqin qarindoshlaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashga rozi ekanligingizni tasdiqlang. Keyingi qadamda ta'lim bo'yicha ma'lumotingizni tanlang va harbiy xizmat shaklini, masalan, muddatli harbiy xizmatni o'taganman bandini belgilang. E'tibor bering. Bunda tanlovingizga qarab keyingi maydonlar o'zgarishi mumkin. Yashash hududingiz va tumanni ko'rsating. Mudofaa vazirligi taqdim etuvchi vakant lavozimdan mosini tanlang. Qo'shimcha aloqa uchun telefon raqam kiriting va keyingi tugmasini bosing. Navbatdagi qadamda harbiy xizmatni o'tagan tuzilmangiz nomini belgilang. Harbiy xizmatni boshlagan va yakunlagan sanalaringizni aniq ko'rsating. Harbiy guvohnomangiz seriyasi va raqamini tegishli maydonlarga kiriting. Bo'yingiz balandligi necha? Santimetr o'lchovini yozing. Agar qo'shimcha o'quv kurslari bo'yicha sertifikat yoki sport sohasidagi yutuqlaringiz bo'lsa, ularning skanerlangan nusxalarini biriktiring. Mavjud bo'lmasa, bu qadamni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Bu bosqichda mehnat faoliyatingiz haqidagi ma'lumotlar aks etadi. Lozim topilsa, ma'lumotlarni to'ldiring yoki tahrirlang. Pastki qismda yaqin qarindoshlaringiz to'g'risidagi ma'lumotlar keltiriladi. Agar ma'lumotlar to'liq bo'lmasa, qo'shish tugmasini bosib, so'ralgan ma'lumotlarni to'ldiring. Shuningdek, turmush o'rtog'ingizning yaqin qarindoshlari haqidagi ma'lumotlarni ham to'liq taqdim etish talab qilinadi. Vafot etgan qarindoshlaringiz bo'lsa, ularning o'lim guvohnomasi nusxasini biriktiring. Endigi qadamda ma'lumotlarni diqqat bilan yana bir bor tekshirib chiqing. Xatolar bo'lmasa, yuborish tugmasini bosing. Arizangiz tegishli tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Har bir bosqich yakuni bo'yicha sizga elektron xabarnoma yuboriladi. may.gov.uz davlat xizmatlarining yangi davri.